Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bu videoda keltiradigan misolimda pulning asl mohiyati nima ekanligini va uning qanday paydo bo'lishini bilib olamiz. Ushbu misol ham oldingi videolardagi misolimizga o'xshab ketadi. Deylik, bizning qishlog'imizda aholining aksariyat qismi bog'dorchilik bilan shug'ullanadi va yilning oxirida ular o'zlari yetishtirgan olmalarni sotuvga chiqarishadi. Bu qishloq olma yetishtirishga ixtisoslashgan va olma eng ko'p sotiladigan tovar turi deb tasavvur qilamiz. Shunday qilib, joriy yilning oxirida fermerlar o'z olmalarini jami 1000 oltin tangaga sotishdi. Buni yozib qo'yamiz. Demak, ularda 1000 oltin tangalar bor ekan. 1000 oltin tangalar. Oltin tangalarni OT deb yozib qo'yamiz. Odatda ular o'z pullarini biror yerga chuqur qazib, ko'mib yashirib qo'yishadi. Bu holatda pullar o'z egalariga hech qanday manfaat keltirmaydi. Ular shunchaki o'lik pullar hisoblanadi. Axir sarmoya qilish mumkin bo'lgan juda yaxshi loyihalar bor. Masalan, irrigatsion kanallar qazish, fabrika va zavodlar qurishni moliyalashtirish mumkin va hokazo. Ammo bu loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlarda mablag' yetishmaydi. Agar bir amallab mana bu pullarni olib, ushbu loyihalarni moliyalashtirsak, umumiy boylik o'sgan bo'lardi va hayot tarzi yanada yaxshilanardi. Shunday qilib, men yana bank ochaman, yana xuddi avvalgidek ishni takrorlayman. Aytaylik, menda o'zimning yig'ib qo'ygan 100 oltin tangam bor edi. Buni balansimda aks ettiraman. Demak, menda ham 100 oltin tanga bor edi. 100 oltin tanga. Bu misolda men oltin tangalardan foydalanaman. Chunki men sizga pulning qanday hosil bo'lishini ko'rsatmoqchiman. Hatto oltin tangalarni ishlatgan taqdirimizda ham bir oz bo'lsa-da multiplikator effektini ko'rsak bo'ladi. Qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, pulning multiplikator effekti bu pulning ko'payish koeffitsiyentidir. Bu haqida kelasi videoda batafsil gaplashamiz. Ko'pchilik u faqat qog'oz pullardan foydalanganda hosil bo'ladi deb o'ylaydi. Buning barchasi men sizga avvalgi ikkita videoda umumiy ko'rinishda tasvirlagan fraksion zaxira tizimining mahsulidir. Keling, misolni to'laligicha ko'ramiz. Shunday qilib, menda 100 oltin tanga bor va men ajoyib bir bino quraman. Bu ko'chmas mulk obyekti hisoblanadi. Uning ham narxi 100 oltin tanga ekan, chunki men mana bu xususiy mulkimdagi pullardan foydalanib bu binoni qurdim. Bu binoning narxi 100 oltin tanga ekan. Bino ko'chmas mulk obyekti hisoblanadi. Buni ham KM deb yozib qo'yamiz. Bu mening aktivim. Bu tomonda aktivlar, mana bu yerda esa passivlar yoziladi. Shundan so'ng men fermerlarga ular pullarini xavfsiz joyda saqlashmayotganini, agar ular pullarini men qurgan binoda saqlashsa, men ularga yillik foiz to'lashimni aytaman. Fermerlarga bu fikr juda ham ma'qul keldi. Ular barcha oltin tangalarni bankka depozitga qo'yishadi. Endi mening majburiyatlarim mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ularda 1000 oltin tanga bor edi va bu 1000 oltin tangalar endi mening bankimdagi depozitda. Bu mening majburiyatlarim. Shuningdek, bu pullar men uchun aktiv ham hisoblanadi. Chunki biznes modelimning asl mohiyati ham shu pullarni biror ishga yo'naltirish. Endi oltin tangalarning ma'lum bir qismini zaxirada saqlayman. Chunki bu fermerlardan kimdir qachondir o'zining tillalarini so'rab kelishi mumkin. Shunday ekan, zaxirada 10% qoldiraman. Keling, buni mana bu pushti rang bilan aks ettiramiz. 1000 oltin tangalarning 10% 100 oltin tangalarga teng bo'ladi. Demak, 100 oltin tanga zaxirada qoladi. Qolgani esa 900 oltin tangalar. 900 oltin tangalar. Buni ham yozib qo'yamiz. Men ularni boshqalarga qarzga beraman. Bu ham aktiv. Boshqa tillalar yo'q deb tasavvur qilamiz. Barcha tillalar ayni damda mening bankimda joylashgan. Yana bir marta takrorlab o'taman. Mening bankimga omonatga 1000 oltin tangalarni qoldirishdi. Ulardan 100 tasini zaxirada saqlab, qolgan 900 ta tilla tangani yaxshi loyihalarga ega bo'lgan odamlarga beraman.
Qoidaga ko'ra pullar bitta odamga berilmaydi, ammo misolimiz soddaroq bo'lishi uchun men bu pullarni irrigatsion loyihalarni amalga oshirish uchun beraman. Demak, buni yozib qo'yamiz. Men bu pullarni irrigatsiya loyihalariga yo'naltiraman. Irrigatsiya. Loyiha egasi bu pullarni olib, irrigatsion kanal qazish uchun yollangan ishchilarga beradi. Pullarni olgandan so'ng bu odamlar tadbirkor xohlagan kanalni qurib berishadi. Ushbu kanal qurilsa, yanada ko'proq ekinlarni sug'orish mumkin bo'ladi va shu orqali kelasi yilda olmadan yanada ko'p hosil olish mumkin. Bu ish juda manfaatli, shunday emasmi? Shuningdek, ular menga ma'lum bir foiz to'lashi ham kerak. Shunday qilib, men ularga kanal qurilishi uchun 900 tilla tangalarni kredit sifatida berdim. Bu pullar to'g'ridan to'g'ri ishchilarga borar ekan. Demak, irrigatsion loyiha egalari pullarni ishchilarga mehnati evaziga haq sifatida berishadi. Ishchilar 900 oltin tanga. Loyihaning yakunida ishchilarning qo'lida 900 tilla tangalar bo'ladi. Ular ham xuddi fermerlar qilgan ishni qilishadi. Ular ham pullarini uylarida yashirib qo'yishni xohlashmaydi. Balki bu pullardan foiz olishni ma'qul ko'rishadi. Chunki uyda tursa pullar hech qanday manfaat keltirmaydi va xavfsiz ham saqlanmaydi. Tasavvur qilamiz, mening bankim qishloqda yagona va ular mening bankimga kelishadi. Pullarini mening bankimga depozitga qo'yishadi. Keling, buni ham yozib qo'yamiz. Demak, 900 oltin tangalar endi yana qaytib mening depozitimga keladi. 900 oltin tangalar. Mana bu oltin tangalar fermerlarga tegishli edi. Buni yozib qo'yamiz. Fermerlarga, bular esa ishchilarga tegishli. Buni ham yozib qo'yamiz. Men chizmani imkoni boricha tushunarli qilishga harakat qildim. Misolimizda bitta bank yetarli. Ammo keyingi videolarda bir nechta banklar misolida ham ko'rsatishim mumkin. Chunki barcha depozitlar bitta bankda saqlanishi shart emas. Lekin g'oya o'zgarmaydi. Shunday qilib, men kreditga bergan bu 900 tilla tangalar menga depozit sifatida qaytib keldi. Biroq 900 tilla tanganing hammasini bankda saqlab turgandan hech qanday manfaat yo'q. Ularni yana yaxshi loyihalar uchun kreditga bersak bo'ladi. Bular omonat bo'lgani uchun bu pullardan qanchadir qismini yana zaxiraga qo'yamiz. Statistikaga ko'ra, pulini belgilangan muddatda so'rab keladigan omonatchilar 10% dan oshmaydi. Demak, men yana 10% ni, ya'ni 90 tilla tangalarni rezervda qoldiraman. Buni ham balansimizda aks ettiramiz. Demak, 90 tilla tangalar rezervda qolar ekan. 90 oltin tangalar zaxirada. Qolgan 810 tangani esa yana kredit sifatida beraman. Buni ham jadvalimizda aks ettiramiz. Demak, qolgan 810 tilla tangalarni ham yozamiz. 810 oltin tangalar. Deylik, men uni bir tadbirkorga kredit sifatida berdim. E'tibor bering, biz bu berilayotgan pullardan foiz ham olmoqdamiz. Ammo biz hozir foizlar haqida gaplashmayapmiz. Ayni damda bizni pul massasi qiziqtiradi. Xullas, men bu pullarni bir fabrika qurmoqchi bo'lgan tadbirkorga beraman. Kelajakda bu fabrikada kesish asboblari ishlab chiqariladi. Bu qurilish olmalardan hosil yig'ganda va hatto kanallar qazishda barcha uchun samarali bo'lishi mumkin. Demak, bu 810 tilla tangalar fabrika qurish uchun kredit sifatida berildi. Fabrika. O'z navbatida bu 810 tilla tangalar quruvchilarga yoki qurilish bilan shug'ullanuvchi pudratchilarga yetib boradi. Demak, buni qurilish pudratchilariga deylik. Demak, yozib qo'yamiz qisqa qilib, pudratchilar. Ular fabrika qurib beradigan ishchilar hisoblanadi. Shunday qilib, bularda endi 810 tilla tangalar bor. 810 tilla tangalar endi pudratchilarning qo'lida. Bular ham boshqalarga o'xshab pullarini uyda saqlashni xohlamaydi va ular ham pullarini mening ajoyib bankimga depozitga qo'yish uchun kelishadi. Tag'in men ularga foiz ham to'layman. Albatta, ular pullarini qo'yish uchun bankim tomonga yugurishadi.
Demak, 810 tilla tangalarni depozitga qo'yishdi. Buni ham balansimda aks ettirib qo'yishim kerak. 810 oltin tangalar endi yana qaytadan mening depozitimda. Bu pullar pudratchilarga tegishli. Buni ham yozib qo'yamiz. Pudratchi. Bu jarayonni xuddi shu yo'sinda davom ettiraverish mumkin. Ammo bu holat cheksiz davom etishi mumkin emas. Chunki har bosqichda pulimiz oz miqdordan kamayib bormoqda. Xullas, men shu bosqichga kelganda yetarli miqdorda mablag'ni kreditga berdim deb hisoblayman va kredit berishni to'xtataman. Shunday qilib, bu 810 tilla tanganing barchasini zaxirada saqlab qolaman. Garchi men bu pullarning 10% saqlab qolganini yana kreditga bersam ham bo'lar edi. Ammo bunday qilmayman. Tillalarning barchasini zaxirada qoldiraman. Keling, buni ham yozib qo'yamiz. Zaxiradagi pullarimizni pushti rangda aks ettirayotgandik. Yozib qo'yamiz. 810 oltin tangalar zaxirada qoldi. Demak, bu mening balans hisobotim ekan. Agar bu operatsiyalar 1 yil davomida ro'y bersa, unda bankimning yillik balans hisoboti mana shunday ko'rinishda bo'lar edi. Mana bular aktivlar, bular esa passivlar. E'tibor qarating. Aktivlarning yig'indisi passivlar va xususiy kapitalning yig'indisiga teng. Bu xususiy kapital. Buni yozib qo'yamiz. Demak, bu bizning xususiy kapitalimiz edi. Mana bular esa bizning majburiyatlarimiz. Keling, buni ham yozib qo'yamiz. Majburiyatlar. Nimaga majburiyatlar? Chunki bir kun kelib bu pullarning egalari albatta ularni so'rab kelishi mumkin. Majburiyat. Bank tomonidan qaraganda depozitdagi pullar majburiyat. Ammo omonatchilar uchun ular aktiv hisoblanadi. Bu tomondagilar esa mening aktivlarim. Ularning ma'lum qismi naqd pullar shaklida. Ularni mana bunday pushti ranglarda ifodalab qo'ygan edik. 100 oltin tanga, 90 oltin tanga va 810 oltin tangalar, demak, naqd pul ko'rinishida. Shunday ekan, ular mening aktivlarim. Bular esa sudalar, ya'ni men boshqalarga bergan kreditlar. Bu pullar menga qaytarilgunga qadar ular ham men uchun aktiv hisoblanadi. Endi qiziq bir savol yuzaga keladi. Bu tizimda yoki bizning iqtisodiyotimizda qancha pul aylanmoqda? Buning barchasi siz pul deganda nimani tushunishingizga bog'liq. Keling, bir ta'rif keltiramiz. Uni P0 deb ataymiz. Demak, ta'rifimizni P0 deb atar ekanmiz. Ya'ni bu pul 0 degani. Bu oltin tangalarning miqdorini ko'rsatadi. Demak, tizimda qancha oltin bor? Hozir hisoblaymiz. E'tibor qarating, barcha tillalar mening bankimda. Shunday ekan, biz faqat mana shu bankdagi tillalarni sanaymiz. Mana bu yerda 100 oltin tanga, bu yerda esa 90, bu yerda esa 810 tilla tangalar. 810 ga 90 ni qo'shsak 900, 900 ga 100 ni qo'shsak 1000 oltin tanga hosil bo'ladi. Keling, buni yozib qo'yamiz. 1000 oltin tanga. Shunday qilib, bankda 1000 tilla tangalar bor. Mantiqan to'g'ri, shunday emasmi? Chunki ishimizning boshida bizda 1000 oltin tangalar bor edi. Keyin esa biz hech qayerdan boshqa oltinlar qazib olmadik yoki misdan tangalar yasamadik, to'g'rimi? Eng boshida bizda 1000 oltin tangalar bor edi, uni hech qanaqasiga ko'paytirib bo'lmaydi. Pullar ham o'zini o'zi ko'paytirish xususiyatiga ega emas. Demak, bizda xuddi avvalgidek 1000 oltin tangalar bor ekan. Buni pul massasining tor doiradagi ta'rifi desak bo'ladi. Endi esa keling boshqa ta'rif keltiramiz. Uni P1 deb ataymiz va masalaga boshqa tomondan yondashamiz. Demak, uni P1 deb ataymiz. P1 va masalaga endi omonatchilar tomonidan qaraymiz. Ya'ni ularning hisob-kitobiga ko'ra bank depozitlarida qancha pullari bor? Fermerlar ularning 1000 oltin tangasi bor deb o'ylashadi. Kanal quruvchilar 900 oltin tangasi bor deb o'ylashadi. Pudratchilar esa 810 oltin tangasi bor deb o'ylamoqda. Agar 1000 ni 900 ga qo'shsak 1900, 1900 ga 810
10 ni qo'shsak 2710 tilla tanga hosil bo'ladi. Buni yozib qo'yamiz. 2710 oltin tangalar. Agar siz qishloqdagi odamlardan birma-bir ularning bankdagi depozitlariga qancha omonat qo'yganini so'rasangiz va barcha aytilgan miqdorni qo'shsangiz, unda 2710 tilla tanga hosil bo'ladi. Bu biz boshida aytib o'tgan multiplikator effekti, ya'ni ko'payish effekti. U fraksion zaxira yoki qisman zaxira tizimida vujudga keladi. Pul massasi haqida so'ralganda odamlar mana shunday javob berishadi. Ya'ni pul hosil qilish deganda ular mana shu hodisani nazarda tutishadi. Bizda 1000 oltin tangalar bor edi, ammo multiplikator effekti sababli odamlarning nazarida bankda 2710 oltin tangalar bor bo'lib ko'rinadi.